Hozir soat ertalabki 9 va bugun men bilan soat kechqurungi 12 gacha kafeda o'qishga get ready with me. Bizda imtihon payti уже boshlandi va bu oxirgi imtihon. Undan keyin aytgancha kanikulga chiqamiz. Yes! Lekin hali xursand bo'lishga erta deb o'ylayman, chunki ertaga imtihonim. Men u darsga hali umuman tayyorlanganim yo'q. O'shaning uchun bugun ertalabdan kechqurungacha, balki ertaga ertalabgacha o'qishim kerak bo'ladi. Teginga mana shunaqa udobniy qora ishton kiyamiz. Hozir kafelar bizda juda ham tez to'lib qoladi. Ertalabdan уже to'lib qoladi, chunki hamma o'qishga boradi. Menga o'xshaganlar. O'shaning uchun tezroq borib joy egallab qo'yishim kerak. Ustimga mana shunaqa koftichka kiyaman. Aytgancha bu magazinimda sotiladi. Mana shunaqa. Tak, simple. Tak, oddiygina. Imtihonga tayyorlanayotganda chiroyli kiyimlarimizni emas, eng qulay kiyimlarimizni kiyishimiz kerak. Hozir o'rtoqlarim уже kafeda meni kutishyapti. Уже meni Oh my god. Naushnik ham olaymi dedim, lekin hozir olmasammikin ham deb o'ylab qoldim. Olmayman. Mana bunaqa naushnik olaman bo'ladi. Daftar, boshqa narsalar hammasi sumkamda уже bor. Koshelok. Tekinga kofe bering desam bermasa kerak, to'g'rimi? Bu semestr juda ham tez o'tib ketdi, to'g'risini aytsam. Ko'zimni yumib ochishga ham, ochib yumishga ham, ishqilib o'shanaqa qilishga ham ulgurmadim. Juda ham tez o'tib ketdi. Yaqinda tushungan ko'sa, oraliq nazorat imtihon bo'ludi. Hozir уже kanikulga chiqishdan oldingi imtihon. Aytgancha imtihonlarim tugasa, men sizlarga juda ham qiziq kontentlar tayyorlab qo'ydim YouTube va Instagramim uchun. O'shaning uchun hozir menga podpisatsiya qilib qo'yganlar, afsuslanmaysizlar. Men to'g'risini aytsam, bu yilni tugatishiga 150 mingta podpischikim bo'ladi deb o'zimga o'zim niyat qilgandim, lekin hozir 113 mingta, 113 mingta podpisчик. Bilaman kech, lekin hali ham umidimni o'zganim yo'q. Dekisab qolamiz. Balki omadim kelib qolsa, sizlarni podдержкалар orqasidan yangi yilgacha rostdan ham 150 mingta bo'lib qolarman. Ammo esa tayyor. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.